5-1 3 xonali Moskovskiy proyekt 4-etajdan 10 ming dollarga kirpishli kvartira topib qo'ydim do'stlar. Saladashib ketdim, bunday yopib olay. Odamlar eshitib qo'ymasin. 4-etajdan Moskovskiy proyekt kirpishli dom 48 ming dollarga topib qo'ydim. Boshda aytgan narxlarim menimcha 2000-yil ham bo'lmagan bo'lsa kerak. Bo'lgan bo'lsa kommentariyada yozib qoldiringlar. Batafsil detskidan boshlaymiz obzorni. Operator tezroq kelamiz. O'rtacha kattalikda 3 metr patologiyaga bo'lgan akfa romli oynalar qo'yilgan, sifatli aboylar qo'yilgan, remontlarga e'tibor beramiz do'stlar. Batafsil bu yerimizda mana otopleniya. Operatorim aytib o'taman, uyda egasini shaxsan o'zi mobilografiyaga o'qiyapti ekan. Bu yerda mana kirvorishimiz, bu yerda mana shifoner, bu yerda mana prixoshka, ba'zi narsalar olib chiqib ketiladi. Uyda egasi bilan kelishilgan holda qoladigan narsa qoladi, olib chiqib ketiladigan narsa olib chiqib ketiladi. Bu yerda mana vannamiz joylashgan, kengina gabaritli odamlar kirib bemalol yuvib chiqsa bo'ladi. Hojatxonani endi operatorni o'zi olaversin, sal uyat bo'ladi. Bu yerimizda operator betga o'tamiz. Bu yerimizda ham mana aboylariga shaxsan o'zim e'tibor berganimda qimmat yaxshilar qo'yilgan ekan. Ya'ni uyda aurasi bir kirganda odamni ko'ngli yayrab, xushchaqchaq bo'lib, qancha mana aboy, patolog yarki bo'lsa odamning kayfiyati ko'tarilib, bunday xumuri turgan bo'lsa, bunday mana shunday kulib yuraverar ekanda, xullas. Bu yerda mana tashqarini ko'rsatishimiz mumkin. Akfa romli oynalar, ichida menimcha temir ham bor. Mashinada tursam ko'taraveradigan oynalardan biri ekan. Tashqaridan mana yo'limiz, rohatga ketadigan taksilar bu tarafda, va to'g'rimizda esa davlat xizmatlari. Narxini aytib o'tdim, 48 ming dollar. Uyda egalariga shaxsan o'zlariga aloqaga chiqib, pastga shunday qarasangiz uyda egalar nomeri bor. Obuna bo'lib, like bosib, bemalol kuzatishda davom etamiz. Обязательно 48 ming dollardan tushib berishadi. Chunki srochno sotish kerak ekan.